Assalomu alaykum. O'rtoqlar, nima gap? Короче, Moskvaga kirib keldik, joylashdik. Allohning izmi bilan hammasi joy-joyiga tushdi. Ko'ngil xohlaganda bo'ldi inshaalloh. Biz har doimgidek o'zimizga kerakli joyni qidirib, o'zimiz rayondan topdik. Va nihoyat sizlarga buni ko'rsatishga tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? Bam, поехали тогда. Опа. Гон, маленький. В первую очередь. Так, пресс там всякий. А тут брусья, трунки. Вот и здесь еще что-то, короче. Бягладан турник и бягладан вот. Короче, endi bundan buyog'iga bu yoqqa kelib, Xudo xolasa trenirovkamizni boshlaymiz inshaalloh. O'zimizga o'sha programma qilamizda, challenge tashlaymiz. Sizlarni shu kuzatuvinglarni orqasidan Xudo xolasa challengeimiz oxirigacha yetamiz inshaalloh, Xudo xolasa. Так что kuzatishda davom etinglar. O'rtoqlar, yana bitta narsa. Bitta like berib поддержкаlar mani. Родной sizlarga hammani endi anchadan beri уже bilib qoldinglar. Kuchim qanaqa hayot, qanaqa жизнь-da. Endi meniki то есть. Давай поддержка, там komment, o'zinglarning fikringni, qanaqa video chiqarish kerak, qandoq qilish kerak, nima qilish kerak, unga qarab o'qib chiqib, keyin dashib ko'rishaveramiz. O'rtoqlar, поддержкani ayamasizlar. Давай. Biz videolarimizni, o'zimiz mehnatimizni sizlarga foydali bo'lish uchun motivatsiya bo'lish uchun Xudo xolasa inshaalloh до конца ko'rsatamiz. Давайте. Hammalarni yaxshi ko'raman. Удачи. O'rtoqlar, короче, o'zimizga kerakli narsani ikkinchisi nomer 2 deydimi? Topinglarchi demaygan. Buxoro Plov Center ekan. Ну, типа чайxonada, обязательно, busiz och qolib ketamiz. Так что да. Райончик нормальный. Мне нравится. Sal ozgina peshkom kelamizmi, yoki mashinada kelamizmi, taksida kelamizmi, o'zimizning mashinamizda shu bilmaymiz nima bo'ladi, qanday bo'ladi. Так что ko'rishguncha do'stlar. O'rtoqlar, bitta narsa topib oldim-da, xullas. Hozir ko'rsataman. Tak, birinchi aqlim yetmadi qanday ishlatishgacha. Keyin topdim. Daran ahvol qaranglar. Mana trенажерный zal ko'chada mana. Так что shunaqa gaplar. Buni короче ishlatdim xullas. Mana 4 ta shar mana degan ves qo'shilar ekan. Короче, buni olib kelibdim. Mana yerdan ves qo'shilar ekan. 4 tadan turgan ekan. O'shani 40 kilodan 80 kilo. O'zimcha tushdim, ko'tara olmay qoldim. Keyin olib tashab turib proba qildim, boshqada sizlarga ko'rsataman. Qayerga qo'ysam bo'ladi apparatni? Shu yerga qo'ysam ko'rinadimi? Ko'rinarkanmi? Ko'rinarkan o'xshadi. Sal bunaroq qo'yish kerak ekan. Mana yerga qo'yaman. Qarab tur. Buni o'zini ichiga chiqishini bilmayman-da, o'zi-chi, tak normalniy ves bor ekan-da. Xullas bundan ham движение qilsa bo'lar ekan, короче, oyoqqa. Chin приседание qilavermay, yuguravermasdan, shularni qilsa bo'lar ekan-da. Programma tuzish kerak-da, короче. Mana yerda yuguradigan bor ekan mana. Bunisini ham ko'rdik. Mana
bu ikkinchi plashatka, bundan ko'ra narigi menga yoqqanlar bo'ldi. Birinchisi. Bu yoqda o'sha детский plashatka. Mana yerda bilmayman, o'sha mелочевкаlar o'xshaydi bular. O'sha bizga kerak emas bular. Tak что, shunaqa gaplar aylanib endi qayda nima kerak hammasini topib yuramizda. Sizlar kursda bo'linglar deb harakat qilyapmiz vaqtimizni ajratib. Like, поддержка do'stlar. Ko'rib o'tkazavermaysiz. Hammanglar radnoy sizlar. Поддержка chiqamiz по-любому bor. По-любому. Давай.